Men bir narsaga hayron qolaman-da, kommentariyada yozib qo'yinglar. Moskvada 2026-yildan patent 10 ming, Volgogradda 10 ming. Farqni qarang. Volgogradda hamma qishloq xo'jalik, ozroq odamlar sanoatda, stroykada ishlaydi. Lekin 80% odam poliyada, teplitsa, pardikda ishlaydi. Lekin sivilizatsiya markazi bo'lgan Moskvada hamma akkurat ishlaydi. Ko'p odam bu 10 ming rubl. Volgogradda ham 10 ming rubl. Plus Tulada 25 ming rubl, Lipetskida 21 ming rubl, Krasnodarda 27 ming rubl. G'alati emasmi? Qaysi sifr yo'qsa shuni qo'yib yoryaptilarmikin yo deyman. Nima deysizlar? Kommentariyada bir yozinglar qani. Shuncha pul patentga to'lab Rossiyaga ishlashdan hojati qolmadi, o'zim menimcha.